soat 12'da bor-ku. Shilmitov degich aeroportga keldim. Aeroportga keldimdan çay içtimdan çay içkenden keyin jirib ketayotdi, mana shu yerga mashina buzilib qoldi. Keyin Oydin opa telefon qilib, hammacha probka bo'lyapti, probka tarqagandan keyin mashina keladi, mana soatim 8 bo'ldi. 8 soatdan beri yotibman. Mashina ichida yo'q. Xafa bo'lmangizlar-ku. Cobalt degish mashina bor-ku. Bir tingdan qimmat mashina, kopeyka ekan. Bir tingdan qimmat mashina ekan. Yo'q. Bir tingdan qimmat mashina. Yomon ochim chiqyapti. Yo'llab deydi-ku. Teshmadi, ko'r. Oldingi palla maydaligimda otam aytardi, "Narkozi, men ishga ketyapman. Qo'ylarning ostini tozalab, o'g'irlar tozalab qo'y" deyardi. Mayni deyardi-da, o'ynab ketardi. Keyin ishdan kelardi, shunday qaraydi, hamma ibrsiyapti, ximish bilan chas urardi. "Nega tozalamading? Nega qo'ylarning ostini tozalang?" urardi. Shunday, "Voya, ota-ya, urmang, deb jilardi. Shunday bu kabelni nima qilsak ekan? Aytganni qilmadi-ku. Shunday ochchum chiqyapti bor-ku. Ochchum shunday chiqyapti, qo'g'ir. Oydin opa menga normalniy mashina bermaganda, Oydin opa normalniy mashina bermagan. Men Sevinch opam to'yga borishim kerak edi bugun. Pullat degan yerdan bo'ldi. Bullet kuchli narsa bo'lar ekan. Bullet degan yerdan bo'ldi. Patishkar! Skori pomosh yordam keldi. Skori pomosh. Nihoyat Oydin opam jo'natdi, qari. Odamni xursand qildi voqe. Motordan kirib, tutun chiqayotganidan chiqib ketamiz. Aka bu kabeltma deydi. Ha desam, buni deydi, aka deydi. Benzin quyib javob aka deydi. Aytadi-ku, men deydi, tabibimdan shifo so'rab kelsam deydi, tabibimning o'zi kasal ekan deydi. Men tortib kelaman degan mashina o'zi o'tolmay jotdi bor-ku. Hozir ustalar aytdi. Narkoz aka, bilat dedi, mashinangizning benzini yo'q-ku dedi. Benzin yo'q, qanday jirsil mashina deydi.